Assalomu alaykum. Man Ahmedova Mukarram Koinot Kavsari olami sihatgohiga Toshkent shahridan keldim. Bu safar ikkinchi marta kelishim bu sihatgohga. Noyabr oyida kelib davolanib ketgan edim. O'shandan keyin ancha o'zimni yaxshi his qilib, yaxshi yurdim. Mana ikkinchi marta yana shu sanatoriyaga keldim. Sanatoriy menga juda ham yoqdi. Bu yerdagi meditsina hamshiralari, vrachlar juda ham xushmuomala, juda ham chiroyli kutib olishdi. Davolanish litseylarga qatnashish ham juda ham yaxshi. Men o'zi artrit bilan kelgan edim. Oltin gugurtli vannasi juda ham menga yoqdi. Undan tashqari giyohli vannalar, elektrlitseyalari, massajlari hammasi yoqdi. Dardimga ancha davo topdim. Alloh nasib qilsa bu sanatoriyaga yana kelish niyatlarim bor. Shu sanatoriyaning bosh rahbari Sotqinov Maqsadjonga, Shohruxbek o'g'limga va barcha meditsina xodimlariga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga ham taklif qilaman shu sanatoriyaga kelib o'z sog'liqlaringizni tiklashni.